Biz o'sha yo'q. yo'q. Biz boshqa aviakassaga nimamiz yo'q-da. Nima deydi? Kerakmas, ha? Yo'q, prosta odamlarga aytish kerakki, o'sha aviakassani belgi chiqmayapti deb. Ha, yo'q, bilaman, shu kamera bilan. Uni aytish kerak, lekin biz uni aytsak keyin managa bizning nomimizni qora qilib chiqaramiz balkim. Bularga aytmak kerak emas, bular hidida. Endi u bechora odamni balkim uyida bilan to'yi bordir, narsasi bordir. Ikkinchi marta shu odamni ko'rdim-da, shuning uchun so'radim. Bir marta ham shunaqa bo'lganini eshitdim. Akalar, assalomu alaykum. Mana Sankt-Peterburgdan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan mana Urganchga, xo'p, reyslarimiz nimagadir kamera uzoqda. Yaxshi olmayotganga o'xshayapti. Xo'p, mana ko'ryapsizlar. Xo'p, akalar, bugun 24-oktyabr. Mana ko'ryapsizlar, odam ko'p. Hamma ketyapti, hamma uyiga ketyapti. Strech aeroport Pulkovoda mumkin emas. Bu o'zini qonuni. 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoyi bor. O'zbekiston havo yo'llarini akalar bir xil aviakassalarda biletlar chiqmayapti dedi. Hozir bechora ikkita opamiz, bitta akamiz yig'ilib turibdi. U aviakassaga telefon qilsa, so'kib tashlayapti. Endi biz akalar o'sha aviakassani olib chiqmaymiz, gapirmaymiz. Chunki biz bilet sotamiz, biz shu yerda turibmiz. Biz javob beramiz qilgan ishimizga, hammasiga gapirgan gaplarimizga. O'shaning uchun ham biz aeroport Pulkovodamiz. Endi hamma kasra aeroport Pulkovoga kelish shart degani emas bu. Prosta bizni o'zimiz ishlarimiz bor, biletlar yozamiz, chiroqlarni bizda qilib o'tkazamiz. Prosta boshqa aviakassachilar aytmoqchiman, unaqa qilmaysizlar. Ular xursandchilik bilan ketyapti. Bu yerga bunaqa bo'lib qolsa, bu yaxshi emas. Elronas aviakassasiga murojaat qilasizlar. Eng ishonarli va arzon. Adreslarimizni bilasizlar. Pravoy nomer, Telegram va WhatsApp orqali chiqsalaringiz chiroq qilib yozib beramiz. Bezakib bo'lsangiz o'tkazib qo'yamiz akalar. Faqat biz bilan bo'ling va tanlashda adashmang.